Chuqurga tushdingmi? Yo'q, bu aterosklerotik plakcha. Lejachi politseyskiymi? Shunga o'xshash, faqat bu kattalashish xususiyatiga ega. Infarkt, insultning asosiy sababi mana shu aterosklerotik plakchadir. Bu o'zi qayerdan kelib qoldi? Hammasi endotelial disfunksiyadan boshlangan. Arteriya tomirlarining ichki qavati, ya'ni endoteli, dastavval bus-butun va sip-silliq edi, lekin unga ba'zi omillar ta'sir qildi. Jumladan, sigaret chekish, qon bosim oshishi, qandli diabet, virusli infeksiya, ya'ni gripp va COVID-19, qondagi xolesterinning oshishi. Yuqoridagi omillarning bir yoki bir nechtasi ta'sirida tomir ichki qavati butunligi buzildi va shu shikastlangan sohadan xolesterinlar o'tib, tomir devorining orasida yig'ila boshladi. Qonda xolesterin miqdori nazorat qilinmagani oqibatida yomon xolesterinlar yig'ila shunday do'nglik hosil qildi. Buni nimasi yomon? Birinchidan, agar bu plakchalar tomirning 50% dan ortiq qismini to'sib qo'yadigan bo'lsa, surunkali qon aylanishi buzilishiga olib keladi va qaysi tomirligiga qarab bosh aylanishi, xotira buzilishi, yurakdagi og'riqlar kabi belgilar bilan sizni bezovta qiladi. Ikkinchisi esa eng yomoni. Agar plakchalar yumshoq bo'lsa, yig'ilgan yog'lar endoteliyni yorib chiqib, aterotromboz hosil qilishi yoki shu bo'rtib chiqqan joyga qonning shakilli elementlari yig'ilib, tromb hosil qilishi mumkin. Bu aterotromboz yoki tromblar esa ko'chib bosh miyaga tiqilsa insult, yurak tomirlariga tiqilsa miokard infarkti yuzaga keladi. Demak, 50% dan katta va yumshoq plakcha xavfli ekanda. Ha, albatta. Uni foizini va yumshoq qattiqligini qayerdan bilamiz? Qolar bu dunyo. Chuqurga tushdingmi? Yo'q, bu aterosklerotik plakcha. Lejachi politseyskiymi? Shunga o'xshash, faqat bu kattalashish xususiyatiga ega. Infarkt, insultning asosiy sababi mana shu aterosklerotik plakchadir. Bu o'zi qayerdan kelib qoldi? Hammasi endotelial disfunksiyadan boshlangan. Arteriya tomirlarining ichki qavati, ya'ni endoteli, dastavval bus-butun va sip-silliq edi, lekin unga ba'zi omillar ta'sir qildi. Jumladan, sigaret chekish, qon bosim oshishi, qandli diabet, virusli infeksiya, ya'ni gripp va COVID-19, qondagi xolesterinning oshishi. Yuqoridagi omillarning bir yoki bir nechtasi ta'sirida tomir ichki qavati butunligi buzildi